Unda yo'l transport hodisalarini kamaytirish bo'yicha juda ko'p jarimalar qo'llaniladi. Buni aholi qanday qabul qilyapti? O'zingiz aholi orasida yurasiz, ko'plar bilan suhbatda bo'lasiz. O'zi umumiy olganimizda yana boyagi ilmiy jihatiga men qaytaman. O'zim sohamdan kelib chiqib, huquqshunos ham pedagog sifatida aynan ushbu yo'nalishda ta'lim beradigan odam sifatida aytishim mumkinki, o'zi umuman jarimani yoki huquqni maqsadi faqatgina kimgadir zarar yetkazish emas. U oldini olish masalasi bor, profilaktika masalasi bor. Va mana bugun endi mana bizning qonunchilikka kirib kelyapti. Ma'muriy qonunchilik, ma'muriy huquqbuzarlik sohasidagi qonunchilikda ham ogohlantirish tizimi. Hop, bu oldindan bo'lgan boshqa deylik Romana German huquq oilasini o'zi umuman tag falsafasiga tushadigan bo'lsa, ya'ni bizning o'zimizning qonunchilikda tag falsafasiga tushsangiz, u yer 3 ta ustuni bor. Birinchi ustuni deydi bu huquqni o'zi, ikkinchisi bu huquqning usuli deydi va uchinchisi mantiq. Ya'ni bunda birinchisi siz huquqni buzganligingiz, deylik kimdirni o'ldirib qo'ydi, bu huquqbuzarlik, jinoyat. Xo'p, endi usuli huquq deydi, ya'ni bunaqa holatda endi nima qilish kerak? Demak, u odamni qamash kerak hamda protsessual xatti-harakatlarni amalga oshirish kerak deydi. Uchinchidan mantiq ham bo'lishi kerak bunda deydi. Ya'ni mantiq sifatida deylik u birovni o'ldirib qo'ydi, bunga guvoh sifatida o'zini farzandi yoki qarindosh urug'i o'tishi mumkin emas. Sababi nima? Mantiqan to'g'ri, chunki farzandi baribir otasi jinoyatchi bo'lsa ham uni yonini oladi yoki boshqa yaqin qarindoshi deydi. Mana shunga o'xshab turib jarimani qo'llashda ham, unga nisbatan bo'ladigan munosabatda ham mantiq tushunchasi bizda mana endi kirib kelishni boshlayapti. Biz shu paytgacha faqatgina bo'ldi kuchaytirish kerak degan narsani ilgari surardik. Lekin mana oxirgi adashmasam 16 yoki 13 iyun sanasida edi prezidentimizning ishtiroklarida bo'lgan selektorda ham aytib o'tildiki, kameralar faqatgina jarima qo'llash bilan shug'ullanyapti yoki bo'lmasa umuman yo'l harakat xavfsizligini asosiy maqsadi jarima qo'llashdan iborat bo'lib qoldi. Aksincha ular yo'ldagi harakatni tartibga solish kerak edi, monitoring qilish kerak edi va tegishli takliflarni bizga kiritib borish kerak edi degan, ya'ni tashabbus ilgari surildi. Shundan kelib chiqib aholini fikrini ham oladigan bo'lsangiz, hozir ijtimoiy tarmoqda boya Zoir aka aytdilar, hamda Qahramon aka ham aytib o'tdilar, asosiy ma'lumotlarni sizib chiqadigan nuqtasi hozir ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi. Aholi fikrini o'rganuvchi asosiy nuqta ham o'sha ijtimoiy blogdagi, tarmoqlardagi sahifalar bo'lib qoldi yoki o'sha izohlardan ham ko'rishingiz mumkin. Qahramon akalar har doim video qo'yib borishadi. O'shanaqa holatda aholining fikri qanaqa deb kiradigan bo'lsangiz, endi u yerda boyagi kurmaksiz masalasi ham bor, kimdir haqorat ham yozadi, kimdir o'zining shaxsiy fikrini ham yozadi, kimdir konstruksiya o'zining tanqidini ham yozadi, taklifini ham yozadi. Ya'ni aholining fikrini o'rganish paytida menimcha asosan ilmiy yondashuvga tayangan ma'qul. Ya'ni bunda o'sha Ichki ishlar vazirligining o'zining akademiyasi bor. Mana shu akademiyada deylik falsafa doktori bo'lish uchun yoki fan doktori bo'lish uchun ilmiy ish qilayotganlar bor. Mana shularning ilmiy ishlari o'rganilyaptimi? Ya'ni ularda o'sha ijtimoiy so'rovnomalar masalasi ham bor, aholining fikrini o'rganish ham bor va bevosita o'sha soha bo'yicha malaka oshirib turib, ana undan keyin mana shu soha bo'yicha ilmiy ish qilishadi o'zi odatda. Deylik kameralar bugungi kunda boya bizning mavzuyimizga agar mos qilib oladigan bo'lsak, jarimalar inson hayotini saqlab qolish mumkinmi degan mavzuda men PhD dissertatsiyasi yoqlaydigan bo'lsam, mana shu yerda xalqaro tajribani ham o'rganaman, dolzarbligini o'rganaman, bugungi kundagi muammoni o'rganaman-da, ana undan kelib chiqib o'zimning takliflarimni bildiraman mana shu dissertatsiyada. Va bu dissertatsiyamda menga majburiyat bor, qonunchilikka tatbiq etish bo'yicha men ma'lumotnoma taqdim qilishim kerak tegishli qo'mitaga. Va u qo'mita mana shu tatbiqni qanaqa qiladi? Mana men Ichki ishlar akademiyasi o'qituvchisiman. Men falsafa doktori bo'lish uchun dissertatsiya yozdim va Ichki ishlar vazirligida qonunchilik tashabbusi bor. Men mana shu muammoni o'rganganligim va taklifimni berdim va ular mana shu taklifni o'rganib turib, tegishli tartibda Qonunchilik palatasiga kiritishi mumkin bu qonun loyihasini yoki bo'lmasam boshqa darajadagi tashkilotlarga kiritishlari mumkin bo'ladi o'z aslini olganimizda. Mana shu ilmiy yondashuv asli eng to'g'ri yondashuv hisoblanadi. O'sha aholi fikrini o'rganishda. Meni shaxsiy fikrim. Sizga siz uzoq safarga yurganmisiz? Hech hayotingizda uzoqroq bir 700-800 kilometr, 1000 kilometr yurgansiz? O'zim viloyatdaligimni hisobga olsak, taxminan har 2-3 oyda Qashqadaryo viloyatiga doimiy ravishda borib kelaman. Men Nukusga ham borganman, xullas Andijonga ham borganman, Surxondaryo ham, Termizga ham borganman. Yo'llarda ko'p yuraman. Aynan radar detektorlarni test qilish bo'yicha, yo'llarni o'rganish bo'yicha mutaxassisligim bor meni. Shu ekspert emas degan bo'ladi. Shunda men haqiqatan hayron qolgan joyim, har qadamda radarlar o'rnatilgan. Juda ham ko'p radar. Radar detektori chakaga tinmaydi, to'g'risi. Radar, vнимание radar. 2 kilometr yurganda yana radar. Bu bilan biz hozir aholini, ya'ni shu insonlarni o'limdan saqlab qolyapmizmi? Savol tug'iladi. Qarashim boshqacha. Hozir aka aytdilar, men taxminan
2019-2020 yillarda o'sha haydovchilik guvohnomasini olganman va o'shandan buyon menda hech qachon radar detektori bo'lmagan. Hozir ham yo'q. Viloyatga ham borib kelaman. Mana ikkita mas'ul o'tiribdi. Mani avtomobilim raqamini ham beraman, tekshirib ko'rsam mumkin. Men biror marotaba viloyatga borib kelishda radarga tushmaganman. Bu bilan siz mana qoida loyihaga inson namunali aytayotgan fikrlari kezni ochilmaydi, o'zini jarimani aylanib o'tish haqida gaplashyapmiz. Ya'ni men antiradar qo'yganman. radar bo'lsa haydovchi o'sha yerda yo'l agar belgilab radar bor bo'lgan taqdirda ham yo'l belgi qarab bersa to'xtang, haydovchilar hammasini qoralash qachon bor noto'g'ri. albatta nuksga bormiz qachon bor Haydovchilarni to'xtatib turing, hozir javob beraman. Haydovchilarni hammasini yoppasiga qoralash noto'g'ri. hech kim haydovchini qoradayotgani yo'q. Qarang, eshiting.